Assalomu alaykum hammaga. Hozir gaz farsunkani tekshiradigan testerni ishlashini tushuntirib o'tmoqchi edik. Buning uchun bizga gaz farsunki testeri bilan bitta reduktor kerak bo'ladi. Propanniki ham bo'laveradi. Bunda bor narsalar farsunk gazi reduktoriga ulanadigan shlankasi bor. Keyin bu yog'i farsunkiga ulanadigan shlankasi bor. Bu shlankalarni joyini almashtirib qo'ysa, chiqsa ishlayveradi. Keyin rozetkaga tiqadigan yo'lkasi bor. Keyin navbatda kichkina qarshilikli farsunkalarni tekshirib o'tganda tok yetmay qolishsa, mana buni akkumulyatorga yaxshi mashina bitta blok pitaniyaga ulab ishlatsa ham bo'laveradi. Buni ishlatish uchun birinchi rozetkaga tiqib olamiz. Yonadi mana. Bu yog'iga keyin shu parametrlarni mana nima bossa nima bo'lishini hammasini ko'rsatib turadi. Boshida mana gazni necha bosim bilan kelayotganini hozir bunga biz ulamaganmiz. Shuning uchun hozir xohlagan narsasini ko'rsatyapti. Bosimi yo'q. Hozir biz havo ulab olamiz deb bunga kompressordan keyin yana qo'yamiz. Mana ulab oldik. Havoni bunda taxminan 1 atmosfera bosimi qo'yish kerak bo'ladi. Mana bitta shestikraniki bilan. Hozir bizda taxminan shu 1 bar atmosfera ko'rsatib turibdi bosimni. Endi mana ishlatish uchun masalan qarshiligini mana biz hozir barakuda farsunkalar ulab qo'yganmiz. Qarshiligini o'lchab ko'ramiz mana. Mana qarshiliklar 1.9 ohmdan ko'rsatyapti. Biz buni har bitta qarshiligini aniq o'lchash uchun biz tekshirayotgan farsunkani yaxshi yangi iloji bo'lsa yangisini kalibrovka qilishimiz kerak bunda. Misol uchun bu barakudani mashinadan yechib tashalgan, gazchilar yechib tashlashgan ekan, bu bizoq ekan yaxshi ishlamayapti deb. Buni ham hozir test davomida aniqlaymiz nimasi yaxshi ishlamayotganini, nima sababdan yechilganini. Shunga podozreniya qilib yechilgan, lekin aniq nima bo'layotganini bilishmaydi ustalar. Mana endi kalibrovka, qarshilik kalibrovkasi. Chap tarafdagi knopkani bosib turamiz. Bosib tursak, bitta kalibrovka rejimi kiradi. Bu yaxshi o'sha yangi farsunkani qarshiligini qo'yib olamiz. Masalan, bu yangiligida 1.9 bosim bilan chiqqan. Mana 1.9 qo'yib qo'ydik. Birpas poylaymiz, temaymiz. Mana bu o'zi kalibrovka qo'yib oldi hozir. Mana endi qarshilikni o'lchab ko'ramiz. Mana haqiqatan 1.9 ligini yana bir marta mana ko'rsatib turibdi. Necha marta o'lchasa ham. Xo'sh, endi buni производительностini tekshirib ko'ramiz. Mana bitta farsunkani havo chiqarib tekshiradi. Mana hammasini tekshirib oldi. Yana bir marta. Oxirgisini 101 ko'rsatdi. 4-chi qolgani yaxshi. Endi buni grafik rejimi ham bor. Buni aniqroq yaxshi yomonligini aniqlash uchun masalan tavsiya qilardikki, yana etalonni yaxshi bitta farsunkani
o'sha grafik rejimda yaxshilab tekshirib olib, o'zi uchun o'sha ishlatayotgan odam ustida, ya'ni rasmga olib qo'ysa telefoniga har bitta farsunkani nomlab, shu farsunkani grafik rejimda tekshirib o'tganda farqini ko'rib, yaxshi yomonligini aniqlashi mumkin. U qanaqa qilib grafik rejimga kirishi, bu mana bosib turish bilan bo'ladi. Bosib tursak, mana grafik rejimga kirib oldi. Endi buni grafik rejimda ishga tushirib yuborish uchun biz buni bosib. To'rtinchi farsunkani tekshiryapti hozir. Boshqacharoq ovozlar chiqyapti. Katta оборотda pishillab qoldi to'rtinchi farsunka. Endi bir-birini bitta-bitta solishtiramiz. Bu chap knopkani bitta-bitta bosish bilan mana keyingi farsunkaga o'tdi. To'rtinchi farsunka juda ham mana yomon ko'rsatyapti. Umuman farsunkalar orasidagi farqlar ham juda boshqacha. Mana masalan 3-farsunka to'r mana katta оборотlarda ochilib qoladigan odati ham bor bu farsunkani. Shuning uchun almashtirishgan. Mana 3da ham bunga o'xshagan ko'rinishda bo'lishi kerak taxminan. Farsunkalar bir tekis ko'tarilgani yaxshi baribir. Mana shunaqa qilib farsunkalarni tekshirib, yaxshi yomonga, keyin bundan chiqish uchun yana bitta bosib tursak, buni mana grafik rejimdan chiqib ketadi. Keyin bu rejimda bunday bosib farsunkalarni nastroyka qilsa ham bo'ladi. Masalan, bu xil farsunkalar bo'ladi, remont qilinadi. Remont qilgandan keyin uni mikrometrlarda nastroyka qilishadi. U nastroykadan keyin aniq zo'r nastroyka bo'ladi deb olmaymiz. Chunki baribir ichidan havo, gazni chiqishi har xil bo'lib qoladi. Bu yerda mana shu hozir ko'rsatgan rejimimda masalan orqasidagi shestigranligini burab farsunkani bu yerda bosib yuboriladi. Shuni qilib to'g'rilashga harakat qilinadi. Bu yerda shuni unutish kerak emaski, birinchi farsunka, mana birinchi farsunkani bu etalonniy, shuni 100 deb hisoblab oladi-da bu apparat. Qolgan 3tasini bundan qanchalik farq qilishini ko'rsatadi. Разница производительности deyiladi ruschasi. Unda agar biz farsunkalarimizda ma'nosi uchalasi misol uchun bir xil chiqib, bu boshqacha chiqib qolsa, farsunkalarning to'rttalasini joyini, stikkerini almashtirgan yaxshiroq. Shunda ma'noni birinchi deb oladi-da, bularni o'shanga nisbatan farqini ko'rsatadi. Masalan, bu 3tasi yaxshi edi, bu noto'g'ri chiqib qoldi. Masalan, bu 100, mana hammasi 105 bo'lib qoldi. Demak, bundan bilamizki, mana bu farsunkada muammo bo'lishi mumkin. Shu joyini almashtirsak, buni 100 deb oladi-da, buni 100, buni 100, buni 95 deb oladi keyin. Keyin buni orqasi shestigranlik burab ochib olib, 100 ga olib kelib qo'ysak, to'rtta farsunka mashinada keyin yaxshi ishlaydi bo'ladi. Keyin bir xil farsunkalarni masalan W stack W02-03 deb plombasi bo'ladi orqasida shestigranlik. Bir xillar o'shani ham burashadi unga.
o'sha buralmagan plombaligini bir deb olamizda, o'shanga qo'yamiz buni. Chunki u tegilmagan. Qolganini xohlagancha taqib, keyin o'shanga qarab nastroyka qo'ysa bo'ladi apparatga qarab. Shunaqa sizlarga shu narsalarni yetkazmoqchi edik. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.